Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana hozir do'stimiz Suhrobjon Sherov bilan birga hamkorlikda men yomon yaxshiman, yaxshi yomonman degan bitta kompozitsiyani ustida ishlayapmiz. Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hozir sizlarga ijro qilib beramiz shuni. Men yomon yaxshiman, yaxshi yomonman. Muhabbat bobida leksiz tomonman. Men yomon yaxshiman, yaxshi yomonman. Muhabbat bobida leksiz tomonman. O'ksima menga baxt bermadi deya, balki shu sababdan safda omonman. O'ksima menga baxt bermadi deya, balki shu sababdan safda omonman. Qayg'ular yedirgan ozurda jonman, sizga tortib bo'lgan bitta imkonman. Qayg'ular yemirgan ozurda jonman, sizga tortib bo'lgan bitta imkonman. So'rsalar haqimda baralla ayting, men yaxshi yomonman, yaxshi yomonman. So'rsalar haqimda baralla ayting, men yomon yaxshiman, yaxshi yomonman. Men yomon yaxshiman, yaxshi yomonman. Muhabbat bobida leksiz tomonman. Men yaxshi yomonman, yaxshi yomonman. Muhabbat bobida leksiz tomonman. Muhabbat bobida leksiz tomonman. Bizni eshitgan qanday ma'qul bo'ladi? Men yomon yaxshiman, yaxshi yomonman. Muhabbat bobida leksiz tomonman. Men yomon yaxshiman, yaxshi yomonman.